Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Siz o'zingiz bugun texnik millat sababli administrativ uchun yana tadbir qilib majbur bo'ldik. Fursat bo'lsa shu sessiyani boshlasak. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Sessiya qatnashchilari. Bugungi xalq deputatlari Qashqadaryo tumani kengashining sessiyasida 17 nafar deputatdan 13 nafar ishtirok etmoqda. Demak, kvorum mavjud. Sessiyaga xalq deputatlar, Qoraqalpog'iston deputat, Jo'qorg'izli deputat hamda Qashqadaryo tumani kengashi deputatlari taklif etilgan. Sessiyada tuman hokim o'rinbosarlari, mahalla raislari, jamoat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashmoqdalar. Xalq deputatlari Qashqadaryo tumani kengashining 25-sessiyasi ochish to'g'risida kimda qanday taklif bor? Ochilsin degan taklif tushyapti. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, biz sessiya kotibini saylab olishimiz lozim. 8-Berdash saylov okrugidan deputat Abdusadikov Yusuf Ahmedjanov sessiya kotibi etib saylash to'g'risida taklifni kiritaman. Boshqa takliflar bormi? Taklif qilingan nomzodni ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar? Betaraflar? Yo'q. Tasdiqlandi. Yusuf Ahmedjanov sessiya kotibi etib saylandi. Marhamat, o'z joyingizni egallashingizni so'rayman. Endi ovoz berishni o'tkazish va uning natijalarini aniqlash uchun biz sanab komissiyasini saylab olishimiz zarur. Sanab komissiyasi tarkibiga quyidagi nomzodlarni tavsiya qilinmoqda. Artik Toran sanab komissiyasi raisligiga, Abdurahmonova Nafisa sanab komissiyasi a'zoligiga, Do'boyeva Badorgul sanab komissiyasi a'zoligiga. Sanab komissiyasi a'zoligiga nomzodlar tarkibi bo'yicha boshqa fikrlar yo'qmi? Bu holda sanab komissiyasi a'zoligiga nomzodlar ro'yxati
Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Taqadosh tuman prokurori Xushaqo'yev Ozod Muratovichning sol 2026 yil o'tgan davrda jinoyatchilikni oldini olish, huquqbuzarlikning qonuniy mustahkamlash, fuqarolar huquq erkinliklarini, jamiyat va mamlakat qonun buzish qo'llanadigan manfaatlari bo'yicha 6 oylik o'tgan davrdagi ma'ruzamiz bo'ladi. So'ng o'qib eshittiruvga ijozat bergach, barchamizga yaxshi ma'lumki, bugungi kunda yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida amalga oshirilayotgan barcha islohotlarimiz qonun ustuvorligini ta'minlash, hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Qonun ustuvor bo'lgan jamiyatda albatta adolat, siyosiy, ijtimoiy barqarorlik, iqtisodiy o'sish va yuksalish bo'ladi. Inson qadri, huquq va manfaatlarini ta'minlaydi. Shu maqsadda tuman prokuraturasi tomonidan hududda qonun ustuvorligini ta'minlash, qonuniylikni mustahkamlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini, jamiyat va davlatning qonun bilan qo'llanadigan manfaatlarini, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini himoya qilish, huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktika qilish borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, tuman prokuraturasi tomonidan qonunlar ijrosi ustidan prokuror nazoratini ta'minlash borasida joriy yilning o'tgan davrida 17 ta tekshirish va monitoringlar natijasida 670 dan ortiq oshiq qonun buzish holatlari aniqlangan. Qonun buzish holatlarini bartaraf qilish va tegishli shaxslarning javobgarlik masalasini hal qilish bo'yicha 208 ta prokuror nazorat hujjatlari qo'llanilishi ta'minlandi. Shundan 37 ta taqdimnoma, 88 ta qarorlar natijasi bo'yicha 86 nafar shaxslarning intizomiy, 33 nafar shaxslarning ma'muriy javobgarlik masalasi hal qilinib, 103 nafar shaxslarning buzilgan huquqlari tiklanishi ta'minlandi. Qonun hujjatlariga muvofiq bo'lmagan 65 ta hujjatlarni protest keltirilib, 63 tasi bekor qilinib, 2 tasi qonun hujjatlariga muvofiqlashtirish ta'minlangan. Ko'rsatilgan davrda o'tkazilgan tekshirish va monitoringlar natijasida 190 million so'mlik yetkazilgan zararlar ixtiyoriy qoplandi. Iqtisodiy sudlarga 4 ta 996 million so'mlik mablag'larni undirish bo'yicha da'vozalar kiritilib, qanoatlantirilgan. Shuningdek, aniqlangan qonun buzish holatlari bo'yicha 17 ta jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Bundan tashqari, qilinadigan vaziyat og'ir bo'lgan Taqatash markaziy va xalqlar do'stligi mahallari va Naymanko'l Ufiyda vaziyatni barqarorlashtirish va profilaktika ishlarini tizimli tashkil etish maqsadida tuman hokimi, tuman prokurori, tuman ichki ishlar bo'limi va qo'riqlash bo'limi rahbarlariga ushbu mahallalar nomadan biriktirilgan. Tumanda joriy yilning o'tgan davrida umumiy jinoyatchilik 34 dan tashkil qilib, o'tgan yilga nisbatan 10 nafarga o'sgan. Umumiy jinoyatchilikning 20 tasi oldini olish mumkin bo'lganlar, 14 tasi aniqlanadigan jinoyatlarni tashkil qiladi. Tumanda o'g'irlik jinoyati o'tgan yilga nisbatan 10 taga oshgan. Firibgarlik jinoyati o'tgan yilga nisbatan bir xillik o'zini saqlab qolgan. Sodir bo'lgan jinoyatlarning 12 tasi ijtimoiy katta bo'lmagan jinoyatlar, 9 tasi uncha og'ir bo'lmagan, 12 tasi og'ir jinoyat, bittasi o'ta og'ir jinoyatlarni tashkil qilgan. Mazkur jinoyatlarni mahalla kesimida tahlil qilinganda Jayxun mahallasida 5 ta, Obod Makan mahallasida 4 ta, Nurli Kelishak mahallasida 3 ta, Taqatash xalqlar do'stligi Shamchiroq mahallalarida 2 tadan, Aydinjo'l mahallasi va Naymanko'l Ofiyda bittadan, jami 20 ta oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar sodir bo'lgan. Shundan ushbu jinoyatlarni odam o'ldirish, og'ir tan jarohati yetkazish, o'g'irlik, firibgarlik, yo'l transport hodisalari va bosqinchilik, bezorilik jinoyatlarini tashkil qilgan. Mahallada sodir etilgan jinoyatlar esa 8 tani tashkil qilgan bo'lib, ushbu davrga nisbatan 14 tasi mahalladan, bittasi Qizil mahalla, 5 tasi Sariq mahalla, 8 tasi Yashil mahallani tashkil qilgan. Shuningdek, markaziy mahallada 4 ta, Taqatash mahallada 3 ta, Jayxun mahallada 2 ta, Yangi Makon, Qushchuluq, Obod mahallalari va Naymanko'l, Kenegis Ofiylarda bittadan aniqlanadigan jinoyatlar qayd qilingan. Shu aniqlanadigan jinoyatlar pora berishda vositachilik qilish, fohishaxona tashkil qilish, tovlamachilik, noqonuniy chegarani kesib o'tish, noqonuniy ov qurolini saqlash va pora berish jinoyatlarini tashkil qilgan. Jinoyatlarni oldini olish bo'yicha tumanda 78 ta tungi reydlar tadbirlar tashkil qilinib, aholining qarovsiz buyumlarini o'g'irlash va boshqada sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni oldini olish bo'yicha 800 dan ortiq viktimologik profilaktik tadbirlar amalga oshirilgan. Profilaktika inspektorlari tomonidan joriy yilning o'tgan davrida
1231 ta ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan bo'lib, shundan 282 tasi sud tartibida hal qilingan. 949 tasi profilaktika inspektorlar o'zlari vakolat doirasida tuziladigan ma'muriy bayonnomalar bilan to'ldirilgan. Shuningdek, ma'muriy nazorat ta'siriga tushgan 7 nafar shaxslarga nisbatan ma'muriy nazorat o'rnatilgan. 68 nafar shaxslarning profilaktika hisobga olingan. 31 nafar shaxslar spirtli ichimlikka ruju qo'yganligi ixtiyoriy, 5 tasi majburiy davolanishga yotqizilgan. Bundan tashqari, jinoyat haqida ariza xabarlar va hal qilishda tezkor qidiruv guruhi chiqishi shart bo'lgan holatlar yuzasidan tezkor tergov guruhining to'liq tarkibga chiqilishi ta'minlanishi hamda jinoyatlar qo'zg'atilishi lozim bo'lgan holatlar yuzasidan zudlik bilan jinoyat ishini qo'zg'atishi ustidan qat'iy nazorat o'rnatilgan. Bundan tashqari, material elektron tizimi orqali sutkalik ro'yxatga olingan janjal, shovqin-suron, tan jarohat yetkazish va oilaviy zo'ravonlik mazmunidagi xabarlarni kunlik nazoratga olinib, ushbu mazmundagi va boshqada kelib tushgan xabarlarni tahlil qilib borish uchun tuman IIB xodimlaridan iborat tahliliy guruh tuzilib, tizimli ishlar amalga oshirilmoqda va kunlik 102 ga kelib tushgan xabarlar bo'yicha munosabat bildirilib, zudlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan holatlarga munosabat bildirib kelinmoqda. Yuqorida qayd etilgan holatlardan kelib chiqqan holda tumanda jinoyatchilik ahvolini tanqidiy muhokama etish va kelgusida huquqbuzarlik va jinoyatlarga yo'l qo'ymaslik, nazorat va huquqni muhofaza qiluvchi va boshqada mutasaddi idora va tashkilotlar bilan o'zaro hamkorlikni yanada kuchaytirish hamda tegishli tadbirlarni belgilab olish lozim bo'ladi. Aniqlangan qonun buzish holatlarini bartaraf qilish bo'yicha tegishli prokuror nazorat hujjatlari qo'llanishi ta'minlandi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa. Rahmat. Marhamat, mazkur masala bo'yicha vazirlikka qo'shimcha takliflar, savollarimiz bormi? Birga ishlovchida men ham iltimos etib qolar edim, deputatlarimizdan sol mahalladagi o'zlarini biriktirilgan hududlarga borganda sol mahalladagi faollar bilan, biylar bilan birga so'ylashib, sol hozir o'zimizning ichki ishlarda 102 ga kelib tushgan xabarlarning eng ko'pi yoshlarimiz, maktab yoshida bolalar tungi 10dan boshlab birgacha uydan chiqib ketgan holatlar bo'lib o'tiribdi. 102 ga xabar berib o'tir. Mening qizim, ya mening balam uydan chiqib ketdi, bidarak yo'qolib ketdi, topib bering so'rayman deydi. Ondan keyin ota-ona uyida balasin qanday niyati kerak bo'ladi? Uni qanday tushunish kerak? Yarim soatdan keyin topib o'tir, qizni qarasa, men do'stimning uyindaman, ya bo'lmasa ko'chada do'stlarim bilan yuribman deb qaytadan обратно сообщение berib o'tadi. Sonday holatlar ko'p bo'ladi. Soni bir barg'angizda targ'ibot жұмыстарын kuchaytirsak, сол maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir сол biylarimizga, сол fuqarolarga, сол profilaktika inspektorlarına birinchi navbatda ularga murojaat etsa, ular barib сол hududda barib 24 soat so'zlanadi. Xizmatda bo'ladi. So'larga telefon qilsa birinchi navbatda сол hududdagi
vaziyatni saqlaydigan, sol tinchlikni saqlaydigan profilaktika inspektorlarimiz. Hammasinin sol telefon nomeri var, qo'lda vizitkalari var. So'llarga sol tushuntiruvchilarni olib borsa maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Boshqa qo'shimcha? Rahmat. Boshqa aytishlar bormi? Kun tartibida masala yuzasidan. Rahmat. Agar kun tartibida masala yuzasidan qo'shimcha taklif kiritish deputatlar bo'lmasa, xalq deputat faqat tuman kengashining qarori asosida yashashi kerak. Tuman prokurorimiz yana qo'shimcha bergan takliflar deputatlarning o'rganish masalasi bo'yicha bergan takliflar qaror qo'shimcha qilgan holda tuman sekretariat qarorlar qo'shimchalar kiritib, o'zgarishlar kiritib, qo'shimcha bergan takliflar bo'yicha bir qaror qabul qilamiz. Qaror loyihasini ma'qul degan deputat huquqidan hozir uchun so'rayman. Hozir qarshi yo'q, betaraf yo'q. Demak qaror qabul qilindi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, kun tartibida ikkinchi masala yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Shahriyor Baxtiyorovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Mamlakatimizda yangi O'zbekistonni barpo etish davrida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbusi bilan ichki ishlar organlarini xalqchil tizimga aylantirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirib kelinmoqda. Prezidentimizning qo'llab-quvvatlashi bilan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan xavfsiz hudud bo'yicha qilinayotgan ishlar ko'pchilik tomonidan yuqori baholanib, shu sababli ichki ishlar organlari bugungi kunda tinchlikni saqlash uchun asossiz beparvolikka berilmasdan kun-tun ishlashimiz lozim. Tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan 2026-yil 2-chorak tomonidan tuman hududida kriminal vaziyatni barqarorlashtirish, huquqbuzarliklar profilaktikasini barvaqt oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurash yo'nalishida keng ko'lamli tezkor qidiruv profilaktik tadbirlari olib borilmoqda. Amalga oshirilgan tezkor qidiruv va profilaktik chora-tadbirlarga qaramasdan tuman hududida barcha yo'nalishda sodir etilgan jinoyatlar 52 tadan 43 taga 17.3% ga kamayishga erishilganda 100 ming aholiga soniga nisbatan 55-57 tadan jinoyat to'g'ri kelmoqda. Tuman hududida ro'yxatga olingan barcha jinoyatlarning 25-6% prokurorimiz aytib o'tgan 5 ta mahallaga to'g'ri keladi. Tuman hududidagi 14 ta mahallaning 5 ta mahallasi Do'stlik muhitida 1 dan 2% ga, Jayxunda 7 dan 11 ga, Kenegis muhitida 1 dan 2 ta 100% ga, Qushchilik muhitida 0 dan 1 ga 100% ga, Nurli kelajak muhitida 2 dan 3 ga 50% ga jinoyatlar sonining oshib ketishiga yo'l qo'yildi. Jinoyat qidiruv sohasi bo'yicha jinoyatlar o'tgan yilga nisbatan 33 tadan 28 taga 15.1% ga kamaygan. Sodir etiladigan jinoyatlarning 19 tasi aniqlanadigan jinoyatlar bo'lib, 2025-yilning shu davrga nisbatan 2 taga 9.5% ga kamaydi. Iqtisodiyot sohadagi jinoyatlar va boshqa soha jinoyatlar o'tgan yilga nisbatan 13 tadan 12 taga 7.6% ga kamayishga erishildi. O'ta og'ir turdagi jinoyatlar 0 dan 1 ga 100% ga, og'ir turdagi jinoyatlar 23 tadan 13 taga 43.4% ga kamayishga erishildi. Oldin olish mumkin bo'lgan jinoyatlar dedan Jayxun muhiti qizil hududga kiritildi, 5 ta mahalla tuman prokurorimiz aytgandek sariq hududga kiritildi, 8 ta mahalla yashil toifaga kiritildi. Ishsizlar sodir etilgan jinoyatlar shaxslar kesimida tahlil qilganimizda ishsizlar tomonidan 100% ga 0 dan 5% ga oshishiga yo'l qo'yildi. Muqaddam sudlangan tomonidan 100% ga 0 dan 2 taga oshdi. Ayollar tomonidan 100% ga 1 tadan 0 ga kamaydi. Jinoyat sodir etishiga yo'l qo'yilmadi. Guruhlar tarkibida 100% ga 0 dan 2 ga oshdi. Yoshlar tomonidan 100% ga 1 tadan 2 taga oshishiga yo'l qo'yildi. Mast holda 100% ga
yangidan birga oshdi. Jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida tuman hududida xavfsiz hudud, xavfsiz xonadon, tun profilaktika kuni, xavfsiz sog'lom yurt tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Amalga oshirilgan profilaktik tadbirlar natijasida tuman hududida huquqbuzarlik sodir etgan 1580 nafar shaxsga nisbatan ma'muriy choralar ko'rildi. Har xil sabablarga ko'ra 68 shaxs profilaktik hisobga olinib, har biri bilan yakka tartibda profilaktik ishlar olib borildi. Jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan ma'muriy nazorat qonun ta'siri ostiga tushuvchi 7 nafar shaxsga nisbatan ma'muriy nazorat o'rnatildi va tunu kun nazoratga olib kelinmoqda. Ichkilikbozlikka berilgan 190 nafar shaxsdan 34 nafari fuqaro ixtiyoriy ravishda, 7 nafar fuqaro sud qarori bilan majburiy tarzda davolanishga yotqizildi. Jamiyat uchun xavfli bo'lgan 30 nafar fuqaro ruhiy kasalliklar dispanseriga joylashtirildi. Ta'ziyq va zo'ravonlikka uchragan 132 nafar xotin-qizlarga himoya ordenlari berildi. Probatsiya hisobida turgan 88 nafar shaxslar bilan olib borilgan profilaktik ishlar natijasida 66 nafar shaxs tuzalish yo'liga kirishiga erishildi. 88 nafar shaxsning psixologik portretlari tuzilib, yakka tartibda profilaktik ishlar kuchaytirildi. Yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida 2293 ta qoidabuzarlik, shundan qo'pol turdagi 985 ta qoidabuzarlik aniqlandi. 18 nafar shaxsning mast holatda avtotransport boshqarib yurganligi aniqlanib, tegishli choralar ko'rildi. 2026 yil 5 oy 26 kun davomida fuqarolar tomonidan o'qotar qurollar, o'q-dorilar saqlash va foydalanish tartiblariga rioya qilishlari bo'yicha olib borilgan profilaktik va tushuntirish ishlari natijasida 5 ta fuqaro o'z ixtiyori bilan ov qurollarini ichki ishlar bo'limiga topshirdi. Tuman hududida voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarlikning oldini olish maqsadida o'quv muassasalarida davomat, bozorlarda dam olish maskanlarida o'quvchi tun nomli maxsus profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Qarovsiz va nazoratsiz ko'chada maqsadsiz yurgan 145 nafar o'smir aniqlanib, ichki ishlar bo'limiga olib kelinib, profilaktik suhbatlar o'tkazilib, ota-onasiga topshirildi. Obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida profilaktik inspektorlar tomonidan mahallalardagi xo'jaliklarni o'rganish ishlari davomida huquqbuzarlikka qo'l urish yoki undan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslar mahalla yetkiliga jami 1334 ta, hokim yordamchisiga 229, profilaktik inspektoriga 583, xotin-qizlar faollariga 144, yoshlar yetakchilariga 185, ijtimoiy xodimga 168, soliq inspektoriga 25 ta xulosalar berildi. Ushbu taqdim etilgan xulosalar asosida hokim yordamchilari tomonidan 162 ta, profilaktik inspektor tomonidan 445 ta, xotin-qizlar faollari tomonidan 123 ta, yoshlar yetakchilari tomonidan 162 ta, ijtimoiy xodim tomonidan 131 ta, soliq inspektor tomonidan 21 ta, jami 10.054 ta qo'shma xulosa tuzilib, ijobiy natijalarga erishildi. Lekin amalga oshirilgan ishlar bilan bir qatorda ochiq aytish kerakki, so'nggi vaqtda sodir bo'layotgan jinoyatlar, ayrim hududlar va mahallalardagi og'ir kriminal vaziyat, jinoyatchilikni nazoratga olish borasida hali ko'plab kamchiliklar borligi kuzatilmoqda. Bugun bevosita mas'ul bo'lgan o'zim va ichki ishlar bo'limi boshlig'i va o'rinbosarlar, profilaktik inspektorlar va mahalla yetkiligining kundalik faoliyati qoniqarli deb bo'lmaydi. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, kelgusida jinoyatchilikni jilovlash borasida yo'l qo'yayotgan kamchiliklardan to'g'ri xulosa chiqarib, barcha huquq tartibot idoralarining hamkorligini yanada kuchaytirib, har bir mahalla manzilli ishlarni amalga oshirishi kerak. Faoliyatimiz samarasini prezidentimiz va xalqimiz kutgan darajada yetkazish hamda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash ustuvor maqsadimizga aylanishi zarur. Bu ishlarni amalga oshirish uchun barcha kuch vositalarimiz yetarli. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog'lik bo'lsin, marhamat. Çömülç. Doğru. Rahmat. Rahmat ruxsat bersangiz, şu bunu eng samara usuli şu
MCS ya'ni favqulodda vaziyatlardagi xodimlari bilan hamkorlikda Taxatash tuman pressasi matbuot xodimlari bilan birga profilaktik ishlar, ya'ni Taxatash tuman saytlaridan chiqarib, shu cho'miladigan belgilangan joylarga roliklar sifatida chiqarib kelyapmiz hozirgi kunda. Cho'milishi mumkin bo'lmagan joylarga boyagi mumkin emas degan men ham MCS xodimlari bilan birga psixologlar, inspektor psixolog xodimlari shularga znak, ya'ni belgilarni ham qo'yib, tunu kun men parkimiz bor, bu yerda ham MCS xodim bilan naryad qo'yganmiz. Tunu kun shu yerda bolalarning cho'milmasligi uchun. Yana aytganingizdek, atrof muhitimiz suv bilan o'ralgan, masalan, daryo bo'yidan targ'ibot tashkilot ishlari mahalliy yetkiligi bilan hamkorlikda olib borilyapti. Yana bu tadbirlarni davom ettirib kuchaytiramiz. Kuchaytiramiz. Tushunadi. Ya bir iltimosim bor deputatlari, ruxsat bersangiz. Shu oldin olish mumkin bo'lgan jinoyatlarimizni 13 tasi, ya'ni velosiped o'g'irligidan 13 tasi. Shu почти 80% ni tashkil etadi. Qolgan tan jarohati bo'lsa, deputatlarimizdan iltimos bo'ladi. Bizning mikrorayon xalqlar do'stligi domlarda qarovsiz qoldirib ketish holatlari bo'ladi. Rahmat deputatlarimiz ichki ishlar bo'limidan tashrif buyurib, nima bo'lsa so'rab, nima o'tkazib turibdilar. Shuni kuchaytirib fuqarolarimizdan qarovsiz qoldirmaslik, qulflab qo'yish, podyezdini kiritib qo'yish, shuni tashlab ketadi. Lekin biz bir tajriba yo'lga qo'ydik. Endi to'g'ri, endi qarovsiz qolganlarni ogohlantirib, biz bir yig'ib nimaga sergaklikka chaqirish maqsadida ertaga jinoyat ehtimoliy oldini olish bo'yicha jinoyat qurboniga aylanmasligi uchun o'zim shaxsan tashkillashtirib, qarovsiz qolganlarni yig'dirib, otdelga olib kelib, egasi chiqsa, keyin ogohlantirib berib yuboryapmiz. Ertaga hushyor bo'l, boshqa bo'l deb. Shu targ'ibotni iltimos sizlardan yana kuchaytirib, shu qarovsiz qoldirmaslikka podyezd domlarning oldida, aslında shu ko'p qavatli uylarning oldida jinoyat sodir etishga sharoit yaratib beryapti. Lekin biz ham endi profilaktikani kuchaytiryapmiz. Shunda ham endi deputatlarimizdan iltimos bo'lib qoladi. 13 tasi oldini olish mumkin. 13 tasi faqat velosiped jinoyatida. Rahmat e'tiboringiz uchun.
Assalamu alaikum, hürmetli deputatlar hem sessiya katılışçıları. Sizlerde Taxiatosh rayonunun 2026 yıl 1 çeyreginde belirlengen daramatlar rejesinin artık korulangan bölegi hem onun jumsalуу jönelişleri joybары hem boyunca kıskaça tanıştırıp ötemen. Өзбекстан Республикасы бюджет кодексі, Өзбекстан Республикасының 2026 жыл үшін Өзбекстан Республикасы мемлекеттік бюджет hakkınдағы низамын һәм Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі Президиумының 2026 жыл 17 июнь күнгі 734 санлы қарарын орындау мақсатында Taxiatosh районы бойынша жергілікті бюджеті 2026 жыл дараматлар режесі 84 миллиард 182 миллион сом муғдарында белгіленген болса, осы жылдың бірінші ширегі үшін дараматлар режесі 17 миллиард 666 миллион сом муғдарында белгіленген. Хақиқатында 19 миллиард 144 миллион сом бюджетке, яғни 1 миллиард 427 миллион сом қосымша дараматлар түсірілуіне ерісілді. Һәм белгіленген реже 108%-ға орынланды. Taxiatosh районының жергілікті бюджеті 2026 жылдың бірінші ширегі дараматлар режесінің артық орынланған бөлегі есебінен жұмсалу жөнелістері. Бірінші, Өзбекстан Республикасы Президентінің 2021 жыл 13 апрель күнгі ПХ 5078 санлы қарарына текар бұқаралар басламасы қорына 30%, яғни 434 миллион сом. Өзбекстан Республикасы Президентінің 2026 жыл 5 февральдағы 2026 жылды аймақларда жаңаша қатынасулар текарында рауажландыру арқылы халықтың дараматын арттыру, тұрақты жұмыс орынларын жарату һәм қамбағалдық қысқарту тіләжілері hakkınдағы 49 санлы қарарына текарланып, социалдық экономикалық көрсеткіштер бойынша таңлап алынған райондағы 4-ші ауыр категориядағы мәхәлледе белгіленген тіләжілерді әмелге асыру, халықтың бәнділігін тәмелеу, дарамат деректілерін кеңейту һәм инфраструктураның жағдайын жақсылау мақсатында зарыл қаржы ажыратылуы үшін 500 миллион сом. Milli дәстүрімізді қастерлеп сақлау, өнерменшілік тарауын һәм әр тәріплеме қолдап қуатлау һәм және де рауажландыру мақсатында районымызды milli қадіретларымыздың нышаны есептелген 3 дана отау сатып алу үшін 63 миллион сом. Райондағы теректілер һәм өсімдіктер зиянкестерден қорғау мақсатында фумигация жұмыстарын әмелге асыру үшін 30 миллион сом. Район әкімдігі қызметкерлерінің қызмет вазифаларын нәтижелі орындалу һәм күзетулермен істесу процесінде және де жетілдіру үшін зарар шариғатлар жарату мақсатында 1 дана компьютер топламы һәм 1 дана реңлі принтер сатып алу үшін 10 миллион сом. Район әкімдігі имараты һәм де қызмет үйлерінің қауіпсіздігін тәмінлеу мақсатында орнатылған тәшвиш түймесі қорғау қызметі үшін 2026 жыл үшін 11 миллион сом. Район әкімі қызметкерлеріне қолайлы шарайат жарату мақсатында жоғары тезілікте интернет тармағының 2026 жыл январ-октябрь айына абонентлік төлемін төлеу үшін 28-де 3 миллион сом. Taxiatosh районы әкімдігінің автомобильдер, жанылмай өнімдері һәм де ауысып өнімдер бөлектер сатып алу үшін 100 миллион сом. Район әкімдігі балансында қызмет үйлерін зарur шараятлар һәм шараятлар менен тәмінлеу, оларда нәтижелі пайдалану, шөркелместіру һәм сақлануын тәмінлеу мақсатында 130 миллион сом. Taxiatosh районы Айдынжол Макам Пықырал жиыны аймағынан жаңадан құрылған 23 санлы мектептің пайдалануға тапсырылу нәтижесінде электр энергиясына болған талап кескін артты. Сол себепле қазіргі күнде аймақта электр тәминатына байланысты машқалалар жүзеге келмекте. Бұл машқаланы сапыластыру мақсатында трансформатор сатып алу үшін 120 миллион сом ажырату белгіленді. Hürmetli депутатлар, сіздерге ұсынылып отырған Taxiatosh районының 2026 жыл 1 ширегінде белгіленген дараматлар режесінің артық орынланған бөлігі һәм оның жұмсалу жөнелістерін көріп шығып, тасдиқлап беруіңізді һәм қолдап қуатлауыңызды сұраймын.
Hürmetli deputatlar hem sessiya katnашучылары, Өзбекстан Республикасы Президентінің 2025 жыл 30 январда халық социалдық қорғау системасын раважландыру тәртіп қағидаларын жетістіру hakkınдағы ПП 17 салы фәрманның орындалуын тәмінлеу мақсатында Тахетас районы әкімдігі жанындағы инфраструктура һәм социалдық тұрақтылық қоры қаржылары есебінен ажыратылатын қаржылар миқдары hakkında төмендегіше мағлұмат беріп өтпекшімін. Тахетас районы мектепке шекемгі һәм мектеп білімдендіру бөліміне қарасты 1-ші, 2-ші, 3-ші һәм 4-ші санлы ұлыма орта білім беру мектеплерінде инклюзив білімдендіру классларын шөкелместіру һәм оларды зәрір мебель, оқу дидактикалық құралдар, техникалық үскенелер һәм басқа да зәрір анжамдар менен тәмінлеу үшін 50 миллион сум қаржы ажыратылу мақсатқа уақыт деп белгіленген. Hürmetli депутатлар, sizlerge ұсынылып отырған Тахетас районы әкімдігі жанындағы инфраструктура һәм социалдық тұрақтылық қоры қаржылары есебінен ажыратылатын қаржыларды көріп шығып, тасдиқлап беруіңізді сұраймын. Assalomu alaykum hurmatli prezident, assalomu alaykum hurmatli deputatlar hamda sessiya qatnashuvchilari. Yoshlar daftari jamg'armasi hisobidan mablag' ajratish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimining samaradorligini oshirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi 2025-yil 10 sentyabrdagi PF 163-sonli hamda yoshlar daftari jamg'armalari orqali ijtimoiy yordam ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi 2025-yil 20-noyabrdagi PF 222-sonli farmonlarga muvofiq yoshlar daftari jamg'armasidan ko'rsatilgan ijtimoiy yordamlar bo'yicha arizalarni ko'rib chiqish bilan bog'liq barcha ma'muriy tartib va tamoyillarni yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida hamda yoshlar yagona elektron platformasi orqali amalga oshirish tartibi belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 25 fevral kungi yoshlar muammolarini o'rganish va hal etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2022-yil 7-iyundagi 312-sonli
Yoshlar daftari jamg'armasidan ijtimoiy yordamlar ko'rsatishni takomillashtirishga qaratilgan o'zgarish va qo'shimchalar kiritish haqidagi 78-sonli qarorda yoshlarning intellektual salohiyatini yuksaltirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va huquqiy savodxonligini oshirish, shuningdek 5 muhim tashabbus doirasidagi tadbirlarni moliyalashtirish, tuman darajasidagi tadbirlarni tashkil etish uchun xalq deputatlar tuman kengashining qarori asosida yoshlar daftari jamg'armasi mablag'laridan samarali foydalanish belgilab berilgan. Ushbu yuqoridagi farmon va qarorlarni inobatga olgan holda 30-iyun yoshlar kunini o'tkazish munosabati bilan Yangi O'zbekiston yoshlari qudrati shiori ostida Taqatosh tumanida o'tkazilgan yoshlar oyligi doirasida o'tkazilgan tadbirlarni tashkil qilish va uni yuqori saviyada o'tkazishni ta'minlash hamda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va dunyoqarashlarini kengaytirishga yo'naltirilgan tashabbuslar marafoni festivalini tashkil etish va festivalning yopilish marosimini tashkil qilish uchun gala konsert uyushtirish maqsadida 90 million so'm mablag' ajratishga ruxsat berishingizni so'rayman. Rahmat. Mazkur masala yuzasidan vazirlar ishiga qo'shimcha taklif savol bormi? Rahmat akam. Ko'p. Mazkur masala yuzasidan boshqa qaror savol olishapmi? Marhamat.
Assalomu alaykum deputatlar, assalomu alaykum ijrosi qatnashchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 12 sentyabr sanasındagi PF 178 sonli farmonda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarda mahsulot yetishtirishning uzluksizligini ta'minlash va yerdan foydalanish samaraliligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonning 2-bobining 4-bandida qishloq xo'jaligi mo'ljallangan yer uchastkalarida bo'lgan ijara huquqini elektron onlayn auksion savdolari orqali sotishdan tuman byudjetiga tushgan mablag'lar tuman byudjetining qo'shimcha mablag'lari hisoblanishi belgilab berilgan. Bunda ushbu mablag'lar qat'iy ravishda hududiy investitsiya va ijtimoiy infrastrukturani rivojlantirish dasturlarini tegishli tumanda qishloq va suv xo'jaligi infratuzilmalarini rivojlantirish, shu jumladan sug'orish tizimlarini yaxshilash, zamonaviy suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish, yer maydonlarini yangidan o'zlashtirish va qayta foydalanishga kiritish, qishloq xo'jaligi sohasidagi eng so'nggi ilmiy yangilik va innovatsion yondashuvlarni joriy etish tadbirlarini moliyalashtirish uchun xalq deputatlari tuman kengashlari qarorlari asosidan yo'naltirishli belgilangan. Shu farmonning ijrosini ta'minlashda tuman kengashi deputatlarini shu qarorni farmonni ijrosini ta'minlashda amaliy yordam berishini so'rayman. Mazkur masala yuzasidan vazirlikka qo'shimcha takliflar so'rovlarimiz bormi? Rahmat. Agarda kun tartibiga masala yuzasidan qo'shimcha taklif qiluvchi deputatlar bo'lmasa, xalq deputatlari Safarash tuman kengashining qarorini tasdiqlab berishimiz kerak. Mazkur masala yuzasidan tayyorlangan qaror loyihasi barcha deputatlarga tarqatilgan. Qaror loyihasini ma'qul degan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishini so'rayman. Rozilar. Qarshilar yo'q. Taraflar yo'q. Demak, qaror qabul qilindi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 7-masala yuzasidan so'z Safarash tumani hokimining yashash shaharida ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ishlar bo'yicha bosh mutaxassisi Asadbek Maqsudjon o'ziga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, sessiya qatnashuvchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi boshchisining 2026 yil 23 maydagi 02PA 112736 sonli topshirmasına muvofiq yoshlarning yazgı dem olish davrini mazmunli cho'kimlashtiruv, ularning bandligini ta'minlash, zamonaviy kasb hunar ham chet tillarini o'rganishga kengdan tortuv, ma'lumlama texnologiyalari ham jasalma intellekt tarovlarına qiziquvchiligini arttırу. Sondayak yoshlarning sotsiallik belsendiligini kuchaytirishga qaratilgan ahamiyatli 90 kun ilojlar bag'darlamasini amalga oshirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan. Ushbu topshirmaning o'rinlanuvini ta'minlash maqsadida rayonda barliq mamlakatlik sho'kimlar, bilimlendiruv mehkamalari, mahallalar, isbilarmonlik subyektlari, yoshlar yetakchilari ham jamiyatchilik vakillari bilan birgalikda keng ko'lamli жұмыстар amalga oshirilmoqda. Atab aytganda, ulama bilim beruv maktablari, mahallalar ham kelajak o'raylarında yoshlarning qiziquvchiliklarının kelib chiqqan holda kasb hunar, chet tillari, mamlakatlik texnologiyalar, sport ham madaniy bag'darlarda yazgı kasblar do'garaklari cho'kimlashtiriladi. Bunda 5 turdagi kasb ham 3 turdagi chet tili bo'yicha o'quv kurslari cho'kimlashtiruv ilojlari ko'rilmoqda. Sondayak ma'lumlama texnologiyalari tarovunda yoshlarning bilim ham ko'nikmalarini arttırу maqsadida ulama bilim beruv maktablarining kompyuter klasslarında Leaders.uz, Coursera ham boshqa xalqaro bepul bilimlendiruv platformalari orqali jasalma intellekt, programmalashtirish ham sonli texnologiyalar bo'yicha erkin o'quv kurslari yo'lga qo'yiladi. Yoshlarning bandligini ta'minlash maqsadida rayondagi ishbilarmonlik subyektlari, өндіріс korxonalari ham xizmat ko'rsatuvchi cho'kimlar bilan birgalikda ularning vaqtinchalik ham turaqli жұмыс o'rinlarini tartuv, sondayak kasb o'rganuv stajировкаларын
чөкімлестіру жұмыстары әмелге асырылады. Сонымен бірге IT тарауында жұмыс алып барып атырған шөкімлер менен біргелікте қабілетлі жастарды стажировка бағдарламаларына тарту, олардың инновациялық идея һәм жойбаларын қолдап қуатлау ләжлары көріледі. Жастардың бос уақытларын мазмұнлы шөкімлестіру мақсатында районда түрлі мәдени ағартушылық һәм спорт ләжлары, фестиваллар, концерт бағдарламалары, кітапхомарлық кешелері, спорт жарыслары, интеллектуалдық таңдаулар һәм жастар менен ашық сөйлесулер тұрақлы шөкімлестіріледі. Сондай-ақ жастардың басламаларын қолдап қуатлау, олардың социалдық белсенділігін және де арттыру һәм қабілетлі жастарды қошеметлеу мақсатында жастар бастамалары марафоны болып өтті. Һәм басқа да таңдаулар келешекте жоғары дәрежеде өткізілу режелестірілген. Құрметлі депутатлар, Ахметлі 90 күн ләжлар бағдарламасының нәтижелі әмелге асырылуы жастардың бос уақытларын мазмұнлы шөкімлестірілуі, олардың бәнділігін тәмінлеу, заманауи білім һәм кәсіплерді үйелуі, ватан сүйушілік рухын бекемлеу және жәмиетлік тұрмыстағы социалдық белсенділігін бұндан былай арттыруға қызмет етеді. Осы мөнәсәбетпенен Өзбекстан Республикасы Президенті администрациясы басшысының осы тапсырмасын орынлануын тәмінлеу мақсатында істеп шығылған ләжларды халық депутаттары Тақатас райондық кеңесі депутаттарынан тасдиқлап беруіңізді соранамын.